Va nihoyat o'sha sizlar kutgan kun keldi. Bomba Napoleon retsepti sizlar uchun. Idishga muzdek suv, tuz, tuxum hamda uksus solib yaxshilab aralashtiramiz. Muzdekkina margarinimizni un bilan terka qilamiz. Yengil aralashtiramiz va suvimizni quyamiz. Margarinlarini bo'lib bormasdan xamir qilamiz. Xamirni stolga olib, shunaqa shakl berib olamiz. E'tiborli bo'linglar, xamiri juda qattiq qora bo'ldi. Endi xamirimizni teng 6 bo'lakka bo'lib olamiz. 10 daqiqa tindirib, har bitta xamirimizni 20 ga 30 sm kattalikda ochib olamiz. Ochilgan xamirlarimizga shunaqa konvert shaklini beramiz. Tayyor konvertlarimizni salofanga solib, xolodilnikka bir kechaga qoldiramiz. Bir kechadan keyin xamirlarimizni list orqasiga loyiq qilib yoyib olamiz. Chetidan 1 sm qoldirib kesib olamiz va vilka urib, duxovkada pishirib olamiz. Bomba Napoleon xamiri tayyor. Endi har bir qavatiga sgushonka surib, yopishtirib olamiz. Shu joyda sizlarga bitta sirni aytib ketaman. Napoleon kremiga hech qachon sariyog' solmanglar. Chunki sariyog' sgushonkani suyuldirib yuboradi va kremili oqib ketadi. Sgushonkani o'zida yopishtirilgan Napoleon esa juda ham mazali bo'ladi. Retsept yoqqan bo'lsa, Napoleon